Assalomu alaykum. Hozirgi darsda sizlar bilan shunaqa nabor yasaymiz. Bu qoliplarni men Jomidan 260 ming so'mga olganman va aynan mana shu smalani ishlatdim. Suyuq smaladan ishlatsanglar qolipli ishligi tiniq chiqadi. 1 kilogramm ishlatdim qizlarjonlar. Shunda 1 kilogramm komplektda 740 smali bo'ladi, 260 gramm отвердитель bo'ladi. 1 kilogramm bo'lgani evaziga va bu juda ham ko'p bo'lganiga, suyuq bo'lganiga 20 minutdan ko'p aralashtirdim. Erinmasdan aralashtiringlar iltimos qizlarjonlar. Boshida xira bo'ladi. Tiniq bo'lgungacha aralashtirasizlar. Kattaroq idishga solsanglar maqsadga muvofiq bo'ladi. 2 shpatel olsanglar ham bo'ladi. Tezroq aralashadi. Men ham 2 oldim. Bu yerda vaqtini kesaman, lekin 20 minutdan ko'p aralashtirdim, chunki ham suyuq, ham ko'p bo'lgani uchun. Bu smala suyug'i yaxshi bo'ladi, tiniq chiqadi. Bu smalaning narxi 200 ming so'm. Nech pul rasxod ketdi desanglar, shu naborga 200 ming rasxod ketdi. 1 kilogramm smala. Endi patal bilan mana bu gul pullar o'zimda bor edi. Shuning uchun 200 ming so'm rasxod ketdi. Boshida shunaqa sochlari chiqadi smalani. Shoshilmasdan sekin-sekin aralashtirganimizdan keyin tiniq bo'lishni boshlaydi. Tiniq bo'lganidan keyin ham 10 minut, 5 minut kutamiz, temaymiz va boshqa idishga solib, iloji bo'lsa shu ishni qilinglar. Yana bir marta aralashtiramiz. 5 minut turgandan keyin qoliplarga solsak bo'ladi. Eng katta siri shu aralashtirishda. Endi menda qurigan gullar bor edi. Qurigan bo'lish shartmi deyiladi? Qurigan bo'lish shart, chunki qurigan gullar ichida suv bo'lmaydi. Suv bo'lsa, smala uni kuydirib tashlaydi. Shuning uchun qurigan gullarni ishlatishimiz kerak. Keyin mana shunaqa patal soldim, suxoy patal. 3 ta 4 ta soldim. Bu o'zingizlarning xohishingizga qarab. Yaxshilab aralashtirib oldim uni ham. Qoliplarga quyishdan oldin qolipga korrektor sepamiz. Shu joy ko'rinmay qolgan. Shunda u yog'iga tushgan smalani ham ko'piklarni ketkazadi. Yaxshilab qoliplarga chiroyli qilib quyib olganimizdan keyin tekis joyda, issiq xonada 3-4 kun umuman tegmaymiz. Ustini yopib qo'yamiz chang tushmasligi uchun. Va mana shunaqa qotadi. Juda ham chiroyli bo'lib. Batafsil yana video tagida yozib qo'yaman. Qizlar yasab ko'ringlar.